Assalomu alaykum aziz o'quvchilar va matematika fani ixlosmandlari. Mana bugun matematikani noldan o'rganish darsimizni boshlaymiz. Demak, sizlar bilan bugun to'plam, son o'qi, raqamlar, haqiqiy sonlar to'plami, natural sonlar to'plami hamda butun sonlar to'plamini o'rganamiz. Qani ketdik. Xo'p, to'plam deganda nimani tushunasiz matematikada? To'plam deganda biza bir turga, guruhga yoki sinfga mansub bo'lgan narsalarga aytamiz. Mansub bo'lgan narsalar. Masalan, aytishimiz mumkin, qushlar to'plami. Qushlar to'plami. Xo'p, hayvonlar to'plami. O'simliklar to'plami. Ana, ketaveradi bu yoq. Endi matematikada mana bu belgi to'plam belgisi hisoblanadi va bu to'plamning boshi deyiladi. Mana bu belgi esa to'plamning oxiri deyiladi. Masalan, to'plamimiz A, B, C, D harflaridan tashkil topgan bo'lsa. Sizlar aytishim mumkin, xo'p, to'plam tashkil etuvchilarni toping desa yoki ayting desa, sizlar A, B, C, D deb javob berasizlar. Yoki bo'lmasa ularning sonini biza n harf bilan belgilasak, to'plam elementlar soni nechta desa 4 ta deb javob beramiz. Endi son o'qi nima? Son o'qi bu biz ko'z bilan ko'rishimiz mumkin bo'lgan barcha haqiqiy sonlarni o'zida tashkil topgan o'qqa aytiladi. Mana. Bitta to'g'ri chiziq chizib olamiz. Xo'p, son o'qida o'rtasida 0 joylashgan bo'ladi. 0 dan o'ng tomonda biza plus ishora, ya'ni bu musbat sonlar joylashgan bo'ladi. Musbat sonlar. 0 dan chap tomonda esa manfiy sonlar joylashgan bo'ladi. Ya'ni bu minus. Minus degan manfiy degani. Manfiy sonlar. Bu chap tomonga joylashgan bo'ladi. Mana chap. Mana bunda esa o'ng tomonda. Xo'p, ketdik, sanashni boshladik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ketaveradi. 99, 100, 200, milliard va hokazo. Buni cheki yo'q. Demak, biza matematikada cheksizlik belgisini mana bu belgi orqali yozamiz, ya'ni 8 ni yotqizilgani. Tushunarli? Demak, bu yerda plus ishora bo'lganligi uchun biza mana bu yoqqa plus qo'yamiz. Demak, bu plus cheksizlik degani. Xuddi shunaqa chap tomonda -1, -2, -3, -4, -5 buni ham cheki yo'q, ketaveradi. -100, -million, -milliard va hokazo. Buni ham oxiri yo'q bo'lganligi uchun ham biza minus cheksizlik belgisini qo'yamiz. Tushunarli? Xo'p, raqamlar. Raqamlar nima degani? Raqamlar bu yakka yolg'iz o'zi kelgan belgilarga aytiladi. Raqamlar bular 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 kiradimi raqamga? Kirmaydi. 10 bu son. Demak, raqamlar jami 10 ta hisoblanadi. Tushunarli? Endi haqiqiy sonlar to'plami nima? Mana o'zi, demak, sonlarni ham to'plamlarga ajratamiz. Xo'p, haqiqiy sonlar to'plami matematikada r harfi bilan belgilanadi va bu sonlar to'plamiga qanaqa sonlar kiradi? Mana bu to'plamning boshlanishi. Endi yozaman. Xo'p, haqiqiy sonlar to'plami. Mana son o'qidagi sizlar ko'rib turgan barcha sonlar bular haqiqiy hisoblanadi. Masalan, demak, mana bu yoq minus cheksizlik, minus 9 million, mana yoki 900, kichikroq bo'lsa, minus 800 ketaveradi. Minus 4, mana minus 3, minus 2 yoki minus 1,5 ham haqiqiy son hisoblanadi. Mana bu yoqda minus 4,5 bo'lganda ham
bu ham haqiqiy son deb olamiz. Hop, o'rtada 0 joylashgan bo'ladi. Bu yoqda demak 1, 2, 3, 4, 5 ketaveradi. 5,5, 6,5, 7,5 ha, ketaveradi. Cheki yo'q buni ham. Demak, mana plyus cheksizlik belgisi. To'plamni yopamiz. Tushunarli? Xo'p, keyingisi natural sonlar to'plami. Natural sonlar to'plami matematikada n harf bilan belgilanadi. Va bu sonlar to'plamiga qanaqa sonlar kiradi? O'zi natural sonlar deganda nimani tushunamiz? Natural sonlar deganda biza kundalik hayotda ishlatadigan sonlarni tushunamiz. Masalan, bitta olma, ikkita olma deyishimiz mumkin, yoki bo'lmasa 3 ta ko'ylak, 4 ta mashina. Hech qachon biza 0 ta deb gapirmaymiz. Shuning uchun ham natural sonlarda demak bu to'plam 0 dan boshlanmaydi. Agar mana bu yoqqa 0 yozib qo'ysanglar xato hisoblanadi. Demak, natural sonlar to'plami 1 dan boshlanadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ha? 7,5 deb yozsam bo'ladimi? Yo'q, yoza olmayman. Chunki hayotda 7,5 ta olma deya olmayman. Tushunarli? 6, 7, 8, 9 cheki yo'q, ketaveradi bu ham. Va oxiri plyus cheksizlik hisoblanadi. Ana. Xo'sh, keyingisi butun sonlar to'plami. Butun sonlar to'plami matematikada Z harfi bilan belgilanadi. Mana Z harfi. Xo'p, bu to'plamga qaysi sonlar kiradi? Mana son o'qidan butun sonlarni ajratib olamiz. O'zi butun belgisiga ahamiyat beringlar. Xo'sh, demak mana to'plamning boshlanishi. Demak, bu yog'iga minus cheksizlik belgisini qo'yaman, chunki butun sonlar to'plami ham juda ham katta to'plam hisoblanadi. Buni cheki yo'q, ketaveradi bu ham. Xo'p, minus 100. Mana bu yoqdan minus 9, minus 8, minus 7, minus 6,5 yoza olamanmi? Yo'q, yoza olmayman, chunki bu butun son emas. Yarmi bor-da, shuning uchun minus 6,5 kirmaydi butun sonlarga. Xo'p, minus 6 kiradi. Minus 5 ketaveradi, o'rtada 0 joylashgan bo'ladi. Mana 0. Xo'p, keyin 1, 2, 3, 4, 4,5 deb yoza olmayman, chunki bu butun son emas. 5, 6, 7 cheki yo'q, ketaveradi. Oxiri nima ekan? Plyus cheksizlik hisoblanadi. Bunda ham